1994-yil sentyabr oyida Termiz shahar davlat soliq inspeksiyasiga ishga kelganman. Eshbor aka Mamatmurodov bizning inspeksiya boshlig'imiz bo'lgan, u kishi uchrashganimda ustozimiz kadrni chaqirib, sohamizga ishga kiradi, arizasini qabul qiling degan. Men chiqib arizani yozib berganman. Shu bilan Termiz shahar davlat soliq inspeksiyasida jismoniy shaxslarni soliqqa tortish va nazorat qilish bo'limida inspektor lavozimida ishimni boshlaganman. Keyin ko'p boshqa bo'limlarda ishladim. Boshliq lavozimida ham shaharda ishlaganman. Boshliq lavozimida bizda shu ishlagan Shuhrat Omonovich Toshmatov, ularning halol ishlashi, ularning mehnatsevarligi, kecha kunduzi kunduz demay ishlashlarini ko'rib, bizlar shulardan qandaydir tajriba olganmiz. Zokir aka G'afforov, Bahodir aka Erboyev, Qoziyev Nodir aka, Rahmonqulov Murod, Fayzulla aka Gaffarovich, Muhiddin Abdullayevich, Eshbor aka bizning eng bosh ustozimiz bo'lganlar. O'sha ustozimizni o'gitlari bilan, o'sha nasihatlari bilan biz mana shu sohada ham mana ishlayotganimga Xudo xolisa mana 31 yilga yaqinlashdi. Prognoz bo'limlarida ishga o'tgan vaqtda Nigor opa bizga ustozlik qilganlar. Sherobod tuman davlat soliq inspeksiyasida boshliq o'rinbosari lavozimidan soliq boshqarma tashkiliy nazorat bo'lim boshliqligiga qaytganimda o'sha Edoda ishlash nimalarini Nigmat va Go'zal opadan o'rganganmiz. Ularning samimiy hamma ustozlik qilganlarga men hozirgacha chin yuragimdan rahmat aytaman. Tizimimizda yangiliklar ko'p. 94-yil soliq tizimiga ishga kirgan bo'lsam, prognoz bo'limida, kameral bo'lim, hisobot bo'limlarida ishlaganman. O'sha paytlarda hisobot vaqti kelishi bilan soliq to'lovchilar idoralarga kelib, kechgacha ular hammasi shu idoralarda to'lib ketardi. Navbatlar bo'lib yotar edi. Qog'oz tizimida yuritilar edi. Soliq to'lovchini hisobotlarni qabul qilib tikib, uni prognoz bo'limiga o'tkazib berasiz. Prognoz bo'limi uni olib bittalab varaqlab har bir raqamlarni kompyuterga tushiradi. Mana hozirgi vaqtda elektron tizimida raqamlashtirish bular juda ham soliq to'lovchilarga, ham soliq tizimi xodimlariga juda qulayliklar, yengilliklar yaratyapti. Soliq to'lovchilar sizni yoningizga kelib sarson bo'lmaydi. Biz mana bo'limiz soliq auditi misol uchun tekshirish bo'limida biz hisobotlarni bemalol qabul qilinganligi, litseoylarga kirib, ular nima qilayotganligini biz tezda bilib, o'rganib, taqqoslash imkoniyatlari bor. Oldin tekshirishga borsak, revizion bo'lim borsa, o'sha yoqdagi birlamchi hujjatlar bilan bizda qayd etilgan qog'ozdagi hujjatlar, bularda noaniqliklari, ular har xil bo'lib qolish holatlari juda ko'p bo'lardi. Hozir elektron tizimida, raqamlashtirish tizimida bo'lganligi uchun bitta xatolikka yo'l qo'ydingizmi, hattoki o'sha sizni kompyuterda xatolik yuz berdi deb ko'rsatadi. Buni qaytadan to'g'rilashga imkoniyat bo'ladi. Endi soliq auditi bizlarning bo'limda nimasi umumiy tarzda o'shalar talabni bajarmasa, kameral nazoratda aniqlangan kamchiliklar tuzatmasa, endi o'sha aniqlangan qo'shimcha hisoblangan soliqlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 223-moddasi hamda 224-moddalari bilan moliyaviy jarimalar qo'llangan holda soliqlar undiriladi. Yoshlarimizga maslahatim, o'zidan oldingi kelib mana shu tizimda ishlayotgan har bir ustoz xodimlarni, ustoz hamkasblarni, ularning tajribalaridan, ularning bilimlaridan hech tortinmasdan ustozlardan tushunmagan joylarni o'rganib, halol, chin yurakdan, sidqi dildan davlatga xizmat qilishini maslahat beraman. Endi soliq tizimida ishlaganim, o'z kasbimni sevib, mehnat qilib kelyapman. To'g'ri mashaqqatli. Goh tumanlarda bo'lamiz, goh viloyatlarda bo'lamiz, goh Toshkentda bo'lamiz. O'sha xizmat vazifamiz yuzasidan bizlarga berilgan, o'sha rahbariyat tomonidan berilgan buyruqlar ijrosini ta'minlash uchun o'z vaqtida harakat qilamiz. Bizlar mana shu sohada ishlab kam bo'lmadik. Farzandlar tarbiya qildik. Hozirgi kunda o'g'lim Bekzod Janubiy Koreyada magistraturani 1-kursini tamomladi. Hozir magistraturani 2-kursini boshlagan. Farzandlarim bor. Mana Nizomiyda 3-kurs talabasi bo'lib nima qilyapti? Maktablarda o'qiyapti, bog'chalarda farzandim boryapti. Nima deydi? Shu tizimda ishlab
farzandlar voyaga yetkazdik. Shu tizimda ishlab to'ylar qildik. Shu tizimda ishlab mana misol uchun el yurti oldida o'zimizga yarasha hurmat, izzatimiz bor.